Bob. G'iybat va chaqimchilik. G'iybat haqida Hazrat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dedilar. G'iybat kimnidir unga yoqmaydigan so'zlar bilan eslashingdir. Shunda sahobalar u zot sollallohu alayhi va sallamdan so'radilar. Ey Allohning rasuli, men so'zlayotgan narsa rostdan ham unda bo'lsa-chi? U zot sollallohu alayhi va sallam javob berdilar. Agar sening aytganlaring unda bo'lsa, sen g'iybat qilding. Agar aytganlaring unda bo'lmasa, u holda bo'xton qilgan bo'lasan. Bo'xton yomonlik jihatidan g'iybatdan-da og'irroq gunohdir. Abu Hurayradan rivoyat qilingan Ahmad, Muslim, Abu Dovud, Tirmiziy rivoyati. Chaqimchilik, mish-mish xususida gapiradigan bo'lsak, bu odamlar orasiga fitna va nifoq solish maqsadida tarqatiladigan gap so'zlardir. Shariat chaqimchilik, gap tashish, mish-mish tarqatishni o'ta qattiq darajada qoralagan. Chunonchi Hazrat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu haqda shunday deganlar. Sizlardan Allohning nafratiga loyiqrog'ingiz ikki o'rtada gap yetkazib, birodarlar orasida nifoq solib ajratadiganingizdir. Abu Hurayradan rivoyat qilingan Ibn Abu Dunyo rivoyati. G'iybat va namimaning xavfi. Haqiqatda g'iybat va namima, ya'ni gap tashish, qoralangan sifatlardandir. Xuddi badani shar'an pok bo'lmagan odam ibodatda yaratganga yaqinlasha olmaganidek, bular ham insonni Allohga yaqinlashtirmaydigan ma'naviy yomonliklardir. Allohni mushohada etish yo'liga kirgan murid najot va Alloh rizosini topishi uchun bu kabi ichki illatlardan qutulishi mutlaqo zarur. Bu haqda Alloh taolo shunday deydi. Batahqiq kim u nafsni poklasa zafar topdi. Shams surasi 9-oyat. Ya'ni kimning nafsini Alloh taolo poklagan bo'lsa ma'nosida. Dar haqiqat g'iybat va namima muridning haq rizosini topishiga xalal beruvchi eng xavfli to'siqlardandir. Olimlar muridning yaxshi amallarini barbod qilishda hamda Alloh taoloning g'azabini qo'zg'atishda hech bir amal g'iybat hamda birovning aybu nuqsonini ochib sharmanda qilishchalik yomon emasligini uqtirib o'tganlar. Shuning uchun tariqat pirlari talabalariga o'z birodarlarining kamchiliklari haqida mish-mish tarqatmaslikni alohida uqtirganlar. Muridning bu kamchiligi kibru g'ururi sababli qilgan biror bir gunohini ro'yobga chiqarib qo'yish uchun Alloh tomonidan oldindan belgilab qo'yilgan taqdir bo'lish ham ehtimoldan xoli emas. Shoyatki shu sababli murid tavba-yu nadomat qilib ulug' darajalarga yetishsa. Chunonchi Ibn Ataullohning bu haqda shunday so'zlari bor. Tavba-yu nadomatga eltuvchi gunohu isyon kibru manmanlik keltiruvchi to'atu ibodatdan afzaldir. G'iybat va namima xususida hadisu hikmatlar. Allohning do'stlaridan bizlargacha g'iybatning qanchalik qabihligi, xavfliligi va yomon oqibatlari haqida o'ta qadrli va ibratli pandu nasihatlar yetib kelgan. Albatta, bu so'zlar birodarlarga shu ishlarning o'ta yomon ekanligini anglatib, undan uzoq yurishlarini ta'kidlash uchun aytilgandir. Mazkur hikmatli eslatmalardan ba'zilarini biz ham shoyatki kimlarnidir g'aflat va jaholatdan uyg'otar degan ma'noda zikr qilishni o'rinli deb bildik. Birinchi, Allohning Rasuli sollallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. Gunoh bobida kishiga bir musulmon birodarini kamsitishning o'zi kifoya qiladi. Musulmon uchun birodarining qoni, mol-mulki va obro'sini to'kishi haromdir. Muslim rivoyati. Ikkinchi, Hazrat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. G'iybatdan saqlaning. G'iybat zinodan ham yomondir. Zero kishi zino qilib
oxiri tavba qilsa, Alloh afv etishi mumkin. G'iybatchiga keladigan bo'lsak, Alloh uni g'iybat qilingan kishi kechirmagunicha afv etmaydi. Jobir va Abu Saiddan rivoyat qilingan Ibn Abu Dunyo rivoyati. 3. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. Chaqimchilar jannatga kirmaydilar. Muslim rivoyat qilgan. 4. Hazrat payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Sizlarga Allohning yomon bandalari kimlar ekani haqida xabar beraymi? Sahobiylar javob berdilar. Ha yo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Janobimiz sallallohu alayhi va sallam dedilar: chaqimchilik qilib yuruvchilar, do'stlarning orasini buzuvchilar hamda begunoh kimsalarga tuhmat qiluvchilar. Buxoriyda ham shu mazmunda kelgan. 5. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: hayo pardasini yirtgan kishini gapirish g'iybatga kirmaydi. Anas ibn Malikdan rivoyat qilingan Bayhaqiy rivoyati. 6. Hazrat payg'ambar sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Fosiqdan ogohlantirish bu g'iybat emas. Tabaroniy rivoyati. 7. Solihlardan biri aytgan ekan: odamlarni g'iybat qilayotgan kishi go'yo o'ziga manjaniq tiklab barcha yaxshiliklarni mag'rib va mashriqqa otayotgan kimsaga o'xshaydi. 8. Sufyon Savriy rahimahullohdan Hazrat payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning go'shtni qattiq yaxshi ko'radigan xonadon sohiblariga Alloh g'azab qiladi degan hadisi ma'nosini so'radilar. U zot bu hadisda boshqalarni g'iybat qilishni o'zlariga ravo ko'rib, ularning go'shtini yeydiganlar ko'zda tutilgan deya sharhladilar. 9. Hasan Basriyga xabar berdilar. Falonchi siz haqingizda yomon so'z aytdi. U solih zot g'iybat qilganga bir patnis shirinlik yuborib, shu so'zlarni ham yetkazishlarini marhamat qildilar. Menga o'z yaxshiliklaringizni armog'on etganingiz ma'lum bo'ldi. Shuning uchun imkonim boricha minnatdorlik bilan sizni taqdirlashga qaror qildim. 10. Abdulloh ibn Muborak huzurlarida g'iybat haqida so'zlashganida u zot shunday dedilar: agar kimnidir g'iybat qilishni o'zimga ravo ko'rganimda, buning uchun ota-onamni tanlagan bo'lardim. Chunki yaxshiliklarimni olishga eng haqlisi ulardir. 11. Imom ibn Ataulloh dedilar: birortasining aqlu farosatini sinamoqchi bo'lsang, undan kimningdir shaxsini so'rab, o'zini qanday tutishiga e'tibor qil. Bordiyu eslangan odamning kamchiligini gapirib, u haqda taxminan uni qo'yaver, u unday, u bunday va falon xildagi yomon ishlarni qilgan deydigan bo'lsa, bilginki, bunday odamning aqlida noqislik bor. Uning ichki dunyosi xarobdir. Negaki, mo'min kishi o'zining dindosh birodarining obro'sini saqlashga harakat qilishi kerak edi. 12. Bir arab shoiri shunday yozadi: tig' yarasi tezroq bitar, so'z yarasi uzoq ketar. G'iybat qilib qo'yganda gunohini qanday yuvmoq kerak? Kim g'iybat qilib qo'ysa, Fotiha, Ixlos, Falaq, Nos suralarini o'qib, savobini g'iybat qilinganga bag'ishlasin. Bu zarurdir. Solihlardan birining tushida Allohning Rasuli sallallohu alayhi va sallam yuqoridagi ma'noda nasihat qilib shunday degan ekanlar: haqiqatda qiyomat kuni kishining qilgan g'iybat va tilovatining savobi Alloh taolo huzurida yonma-yon turgay. Shu bois biz o'qilgan tilovatning savobi gapirilgan g'iybatning zarariga shoyatki kafforat bo'lsa deb umid qilamiz. Dono kishi g'iybat qilingani uchun xafa bo'lmaydi. Axir Alloh g'iybat tufayli ozor ko'rgan kimsaning teng yarim gunohlarini kechirishini aytgan-ku.
Ammo o'zlarining yaxshiliklarini gapirib, tariqat ahlini qoralaydiganlar bilan muridning do'stlashishi durust emas. Bu uning sha'niga yarashmaydigan ishdir. Solihlar bu toifa odamlarning botin olamlari odatda xarob bo'lishini aytib o'tganlar. Dindosh birodarining yo'qligida uning g'iybat qilinishiga guvoh bo'la turib, bunga beparvolik qilish mumkin emasdir. Aksincha, qoralayotgan odamlardan uni himoya qilib, yonini olmoq zarur. Bunday holatda hatto sukut saqlash ham rozilik alomati bo'lib, bu o'sha o'z birodarini kamsitish bilan barobar bo'lib qoladi. Axir musulmonning asosiy burchlaridan biri dindosh do'stini g'iybat va namimadan himoya qilish emasmi? Yahyo ibn Muoz ar-Rozi shunday dedilar: Senda musulmonga foydasi yetadigan 3 xususiyat bo'lsin. Agar unga foyda keltira olmasang, loaqal zarar berma. Agar uni xursand qila olmasang, loaqal ranjitma. Va agar uni maqtay olmasang, loaqal qoralama. Naql qiladilarki, bir kun Ibrohim ibn Adham qayergadir mehmondorchilikka borgan ekanlar. Ittifoqo chaqirilgan mehmonlardan kimdir vaqtida yetib kela olmabdi. Hozir bo'lganlardan biri ikkinchisidan "Falonchi nimaga hanuzgacha yetib kela olmadi?" deb so'ragan ekan, sherigi "Semiz odamning yurishi qiyinroq bo'ladi, shuning uchun bo'lsa kerak" deb javob beribdi. Bu gapni eshitgan Ibrohim ibn Adham darhol bu uyni tark etib 3 kungacha hech narsa yemabdilar. Oradan bir qancha vaqt o'tganidan keyin shunday degan ekanlar: Bir mo'min g'iybat qilingan joyda hech chidab o'tira olmayman. Yana bir dafa Ibrohim ibn Adham uylariga mehmon taklif qilgan ekanlar. Ovqatlanish boshlanganida taklif etilganlardan ba'zilari kimnidir g'iybatlay boshlashibdi. Shunda Ibrohim Adham ularga qarata: Bizdan ilgari yashaganlar odatda avval non, so'ng go'sht yerdilar. Sizlar esa aksincha, avval go'sht yeb, keyin nonga qaraysizlar shekilli, deb birga taomlanishdan bosh tortibdilar. Qur'onda g'iybat qiluvchi o'z birodarining, o'z og'asining murdasini yeyuvchiga o'xshatiladi. Bu bilan Alloh bunday gunohning naqadar xunukligini va dahshatini ta'kidlaydi. Ibrohim Adham ham shunga ishorat etmoqdalar. Barcha solihlarning ezgu odatlaridan biri shu ediki, mabodo dindosh birodarlardan birlari g'iybat nishoniga aylanib qolguday bo'lsa, albatta uni himoya qilishar, iloji boricha uning sha'niga o'zlarining oqlov so'zlarini ayamas edilar. Alloh rizosini izlaganlar ozgina bo'lsa-da, biron vaju sabab topib, birodarlarning sha'niga aytilgan ta'na malomatni qaytarishga harakat qilganlar. Masalan, kimdir biror bir din olimi yo ahli tariqat haqida aytaylik. U o'zi qanaqangi mag'rur odam, biror bir marosimga qilingan taklifga e'tibor bermasa, hatto odamlarning to'yida ham qatnashishni o'ziga munosib ko'rmasa deb malomat qilgudek bo'lsa, solih kishilar darhol bu gapga hech bo'lmaganda, bizningcha u bu ishni yo o'z nafsini jazolab, tarbiyalash uchun qilyapti, yo o'ta tortinchoqligi sababidan bo'lsa kerak deb javob qaytargan bo'lardilar. Alloh saodatli qilgan kimsalar biror bir noma'qul xatti-harakat qilguvchi kimsani ko'rsalar, odatda unga nisbatan hech ikkilanmay o'zlarining zohiriy noroziliklarini izhor etadilar. Shuning barobarida ko'ngillarida uning gunohi kechirilishini tilab, unga Allohdan tavfiq va hidoyat so'raydilar. Baxtsiz kimsalar esa bunday holda kishining qoqilib surinishidan quvonib, uning muhokamasiga kirishib ketadilar va bu bilan darhol uning sha'niga dog' tushirishga intiladilar. Chin mo'min kishining fe'li shunday bo'ladiki, u o'z birodarining kamchiligini boshqalardan pinhon tutish maqsadida pandu nasihatini ham iloji boricha xoli, yakka holatda qiladi. Xolis o'ylaydigan bo'lsak, bundan boshqacha yo'l tutish mumkin ham emas-ku axir.